Abdelni eshik bo'layotgan. Eshiklari ham yaxshi qo'yilgan ekan. 365 kvadrat. Xo'p, bismillah. Mansabli uy, studentlar qilib qo'ysa ham bo'ladi, o'zi ham katta kvartira qilib qo'ysa ham bo'lagan. Lokatsiyasi juda zo'r joyga joylashgan. Xo'p. Mana aka. Institut. Mana stoykalarni yaxshi qo'ygan. Shuni gipsokarton bilan izolyatsiya qilib tayyorlasan. Xo'p, mana aka. Ganga. Institut. Lokatsiyasi juda zo'r joyga joylashgan. Buni ham hammasi chiqarib ketilgan ekan, kanalizatsion metri bor. Yo'q emas, bo'lib ikkita, uchta ham qilsa bo'lagan. Uchta kvartira qilib qo'ysa ham bo'lagan. Arzon deganlar, mana arzon hamma bob joy topib qo'ydik. Shundagina mana pitsa nomi nima edi? Bellissimo pitsa. Yonboshida joylashgan nomimiz. Hurmatli obunachilar, lokatsiya ko'rib turganlaringdek juda yaxshi joyga joylashgan. 365 kvadrat. Ana shu domimiz. Yangi qurilgan dom. Narxini keladigan bo'lsa, startli kvadratini 1 million 700 mingdan gaplashib qo'ydik. Real narxga real narxi berlar, pastdagi nomerlar bemalol telefon qilib o'ringlar.